uni ota-onasi bilib qoladi, PUBG bola bilan gaplashayotganini. Keyin bir kuni qiz ota-onasi shundoq qizga aytadi: "Ey, sen haromxo'r" deydi. "Men PUBG bola bilan gaplashib yuribsan, unda pul yo'q. Oddiy akkaunt o'ynar ekan, na donat qilar ekan, na boshqa narsa qilar ekan" deb shundoq aytadi. Keyin u gaplarni bola eshitgandan keyin qizga aytadi: "Sen borgin" deydi, "damingni olib tur" deydi. "Sen damingni olib tur" deydi. "Men o'zim sen oldingga qaytib kelaman, sal kattaraygandan keyin" deydi. Boradi bola, takoy bitta ish topadi o'ziga, har kuni videolar chiqaradi Instagramga. Sekin-sekin rekka uchib ketadi. Qayda hoji yo'q bunaqa narsani. Rekka uchib ketib, sekin PUBG orqasidan pul topishni boshlaydi. Oxiri bola bitta chotki trekkerchani oladi deb bir kun o'sha qizlarning oldidan shunday o'tib ketayotgan payti ota-onasi: "Voy jalla, nimaga bunga qizimni bermadim ha? Yobbana dadasi, naxuy shu ishni qildi" deb aytadi. O'sha unutmanglar. Bum! Ketdi, qarochi bolalar, ketdi, ledni to'r o'ynash